I move my feet to reach that zone where our emotions blur into different shapes. Assalomu alaykum hammaga. Biz hozir Makon oilasi bilan birgalikda Sinotrga ketyapmiz. Вот Snake'li sinema uchun bizani kuzatishda davom etinglar, zo'r bo'ladi bu yog'i. Skip the Monday and Tuesday ride. I wanna stay in the weekend. Oh my god! Va nihoyat hamma o'yinlarni o'ynab bo'ldik. Ko'rgan bo'lsanglar, umuman o'ynalmagan o'yin qolmadi. Atmosferaga keladigan bo'lsak, prosta gap bo'lish mumkin emas. Chunki rostdan ham hozir piknik uchun, mana bunaqa chiroyli eventlar uchun rosa ham chiroyli atmosfera, tabiat yangi uyg'ongan. Xullas, ko'rishinglar mumkin. Вот iftorga o'zi tayyorgarlik ko'ryapti. Chunki ko'rgan bo'lsanglar, iftorga, ya'ni og'iz ochishimizga ozgina vaqt qoldi. Xudo xolasa sinema qo'yiladi, bu yerda iftor bo'lyapti, u yerda shashlik pishirilyapti, o'sha salat, dasturxonlar hammasi chotki, hozir maytda kastyera qiladi. Shu. Tushmayman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Chotki. Bugungi kunlaringiz bo'yicha taassurot. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bugungi kunlar bo'yicha taassurotlar. Bugungi kun bilasizmi, pagoda bo'yicha yomg'ir ko'rsatyapti. Lekin bugungi kunda ham bor edi yomg'ir. No, shunaqa Allohning mo'jizasi, takoy vibe bo'ldi, issiq, hamma maza qilib, dash futbolkada yurishdi-da. Qo'shilaman. Men qo'shilaman. Taassurot zo'r. Har doimgidek yaxshi o'tyapti. Mana Ramazonda men endi chiqdim. Maza qildim. So'ramiz. xullas juda ham aura, vibe juda ham zo'r bo'lyapti. Chashlikka olasiz. Farruh aka, assalomu alaykum. Kimlaringiz nech pul turadi? Bugungi kun haqida taassurotlaringiz. Zo'r bo'lyapti. Hamma tomonlama ideal bo'lyapti. Ani kamchilik, pagoda, hamma tomon otlar keldi. Hamda joylar hammaga chotki ketdi. Palatkalar deysizmi, mana tentlar deysizmi? Shashliklar vaqtida tayyor bo'ldi o'sha. Hali iftorlik bo'lmayapti, 5 minut bor. Shashlik joyi tayyor, salatlar. Kim ekanlar? Abdushi rahmat organizatorlarga. Hozir eng zo'r moment endi keladi, ya'ni sinema time. Ovqat yeyish. Ovqatdan keyin. Ha azizlar, hozirgi kunda sayohat qilish oson emas, lekin aynan mana shu sayohatga chiqqanlar shunaqangi atmosferani qabul qilib olishyaptiki, ko'rishingiz mumkin. Bir tarafda kinoteatrga tayyorgarlik, bir tarafda jamoa mazza qilib o'tiribdi, bir tarafda biz shashlik pishiramiz, bir tarafda hozir mana iftorlikka tayyorgarlik, Bir tarafda falga ochib o'tiribman. Endi kostyum ham yonyapti. Endi masalan atmosferani tushuntirib beradigan bo'lsam, hozir shashlik tayyor bo'lgandan keyin dasturxonni yozib, hamma bilan mazza qilib iftorlik qilib, kino ko'rib, kostyum atrofida qo'shiq aytib, shunaqangi bir neobычный atmosferalarni o'tkazamiz. Chotki. Lapatiyani ko'ryapsan? Ko'ryapsan qo'limda. Thank you. O'ylashga majbur qilgan, mehrimni qozongan va unga javob bermagan. Qolganlar aytmasa, vaqti bo'lmaydi. Go'zalim, qo'lim senda. Ayolim senda. Yonimda bir soling.